Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Toshqirqi qo'roning darvozasini saqlaydigan ikki qitton cherik opla-shopla yugurib kelishdida, ishkilan ishki beshidan tutgan toni to'rni To'xtamishning ustiga tashladi. To'xtamish keyniga burilib qarashqimi ulgurmay to'rga chirmishib qoldi. Ishki cherik etilib kelib uni yerga bosdi. To'xtamish jon ochiqida yulqinib bo'shinishga urinib baqdi, lekin amal bo'lmadi. Qasrdagi mo'loy chokorlarmi yupurilib kelishdi. To'xtamishning qo'llari keyniga qayrilib, qili orqon bilan qattiq bog'landi. Hadidan ziyoda qo'rqib ketgan misrislar xudini yo'qotgan holda g'ol-g'ol titrab turib, texichila varqiravatdi. Uni o'ltirib etinglar, ot surtib, qumni qopirib o'ltirib tashlanglar. Qoplonbek hozirab turib qilichini qiniga soldi va otisining oldiga kelib, uningga hay berdi. Bo'ldi ota, o'zingizda besi bilan uni o'ltirmasak bo'lmaydi. Misrislar uningga qarab yana varqiradi. Amsa qandoq qilamiz? Uni qo'yib etamdik. Uni shaharlik divonga topshirib berayli. Bo'lmaydi. Qoplonbek kallang ishlamdi sening. Divondagi Ediqut amaldorlari beshini ichiga tiqib mo'rimay yurgani bilan ko'ngilda hammasi mushundaq to'planishlarni qo'llaydi. Ma'qul ota, amsa uni Darug'ash mahkamasiga o'tkazib berayli. Bo'lamdi. Misrislarning qo'rqinchi besilmag'on edi. U texichi dir-dir titrab, beshi to'xtamay gildonglab turadi. Amsa shundoq qilinglar, mahkamaga olib beringlar. Ikki qitton cherik otlariga mindi va bog'liqdagi To'xtamishni oldiga silib, qasrdan chiqib ketishdi. To'xtamish o'zini ajallik mag'lubiyatga uchirgan hisobladi. Darmonsiz g'azab va ochiq alam uning yuragini echishtiradi. U maqsadini amalga oshira olmadi. Hech nima qila olmadi. Cheriklar haydab monganda, u putmas tugumas o'shmanlik o'tlari chaqnab ketgan ko'zlari bilan misrislarga bir qarab oldi. Qaylining yomonligini qara buning. Qo'llari bog'lab turibmi? Xuddi kiyiki etilgan bo'rdek qaraydi odamga. Dedi misrislar o'g'li bilan yolg'iz qolgandan keyin. Qoplonbek bir pas beshini tuvan silib sukut qildi. Otisining gaplari uning qulqiga kirmadi. U qandoqdir bir masala ustida bosh qotirayotgandek ko'rinadi. Ota, muhim ishim bor edi. Men qaytay. Dedi u va ishtik mengib toshqirqi qo'rog'i chiqdi-da, etig'i minib qasrdan bo'rondek uchib chiqib ketdi. Darug'ash mahkamasi shaharning sirtig'iroq joylashgan bo'lib, chat mahalladan chiqqandan keyin bir qoqos qumliqni besib o'tishga to'g'ri keladi. Qitonlar mahalla ichida aholi bilan orlashib o'ltiraqlashishdan ehtiyot qilib, o'zlarining hukmronlik yurgizish mahkamasini ana shundoq chat joyga o'rinlashtirgan edi. To'xtamish mahalla bilan mahkama orliqidagi shu qumliqda ketib etib, o'zini allaqachon udun yog'i ravon bo'lgandek his qildi. Men nima degan yaramas. Hech qanday ishni vujudga chiqara olmay, bekardan bekarga mushundaq tugishib ketarmanmi? deb o'ylaydi u cheksiz azoblanib. U yanala umidsizlikka berilmay atrofiga tez-tez ko'z tashlaydi. O'lmagan jonda umid bor degan maqol uning qalisining bir yerlarida aks sado paydo qiladi. Bir amal bo'lmasmi? Bir amal qilib, bu yerdan qochib qutulg'ili bo'lmasmi? Uning qo'llari ko'krak va yelkalari bilan qo'shib qil orqanda cho'ng bog'lab etilgan. Uning chilan to'riq eti yiliqi chinar shexiga bog'lab qo'yilganicha shu yerda qoldi. Endi yana nima amal bor? Ikki nafar otliq cherik uni ikki yondan qistab, ishtirib va qamchi bilan urib, tez mengishga majburlaydi. Tezman, la'nati to'plangchi. Tezman. Darug'ash sana qitonlar bilan qarshilashsa qandoq bo'lganligini ko'rsatib qo'ydi. Ushtum tut orqa tarafdan tez chepib kelayotgan otning tevishi keldi. Cheriklari orqasiga burilib qarashdi. Beshini qora yog'liq bilan cho'nkib o'rib olgan chavandoz org'umoq etini uchqandek choptirib, udul mushi yerga qarab kelayotdi. Kutilmaganda ajoyib bir voqea yuz berdi. Cheriklarmu ham To'xtamishmi nima ish bo'lib ketganligini ha deganda anqira olmay qoldi.
tuyuqsiz paydo bo'lgan heliqi chavandoz xuddi shiddatli qora quyundek uchib kelib, cheriklarning biriga chaqmoq tezligida qilich urdi. Cherik ot ustidan shamol uchirgandek tushib ketdi. Ikkinchi cherik xuddi Hasan Husandek yoltirab ketgan qilichni va yiqilgan sabdishini ko'rib, jini chiqudek qo'rqib ketdi. As-hushini yo'qotgan holda qo'lidagi qamchisi bilan etining beqiniga qattiq birni soldi. Bundaq kutilmagan zarbidan o'rkib ketgan ot udul kelgan tarafga chepib ketdi-da, ko'zni yumib ochqicha bir do'vi qum barxanining keynida g'oyib bo'ldi. To'xtamish danq etib turib qoldi. Beshini qori yog'liq bilan chumkab o'rib olgan sirliq chavandoz uning yenidan etini choptirib o'tib ketdi. Hamda boyiqi qilich yeb yiqilgan cherikning qechib ketgan etini qo'g'lab tutib keldi. U To'xtamishning oldiga kelgandan keyin etidan tushmayla beshidagi qori yog'liqni yeshib elavatdi. To'xtamish cheksiz taajjub ichida nima deyishini va nima qilishini bilmay gongirg'an holda toshdek qetib qoldi. Bu sirliq chavandoz boshqa biri emas, Qoplonbek edi. O'shu munofiq Misrlarning o'g'li. Boya qasr ichida o'zi bilan qilichvozlik qilgan o'shu Qoplonbek edi. U yeshil maxmal pashmitini ta'tir o'rib, oq astirni teshig'i chiqirib kiyib olgan va beliga bog'lagan qora po'tisini yog'liq qilib beshiga o'rib olgan edi. Uning faqat ikki ko'zila ochiq qoldirilgan bo'lib, shu turqida uni hech kim toniy olmaydi. Mana endi u pashmitini asliga keltirib kiydi va qora po'tisini qaytadan beliga bog'ladi. Aynakdek volildab turgan qilichini so'l qo'lida tutib turgan qinig'i silib po'tisiga osdi. To'xtamish qo'shumisini chang turgan holda un chiqmasdan uning qarab turadi. Uning ko'zlaridan "Nima qilmoqchi bo'lyapsan?" degan savol ma'nosi ifodalanib turadi. Qoplonbek qo'shumisini turgan holda uningga tikilib qarab qo'ydi. Ondan u otdan tushib, To'xtamishning bog'langan qo'llarini yechdi va o'zi tutib kelgan heliqi egisiz otning chulvurini uningga berdi. "Bu otni minib, bu yerdan ket", dedi u. To'xtamish otning chulvurini qo'liga oldi. Biroq nima ish bo'lib ketayotganini tushunolmay tengirqigan holda Qoplonbekka yana tikilib qaradi. "Bu yerdan ket. Qoch, endi yana tutilib qolsang, omon qolmaysan", dedi yana Qoplonbek. Shu gapni debla Qoplonbek etini choptirib mahalla tarafga ketdi. Hayronlikdan qalbida kuchlik davolg'ish bo'layotgan To'xtamishmi Qoplonbek tutib bergan jada otga mindi. "Bu nima karomat? Endi qanday qilish kerak? Nega berishim kerak?" deb o'ylaydi u. Shu topda To'xtamishning ichi go'yoki qorong'u bo'shliqqa o'xshab qoldi. Qatmu-qat savol beshini o'ylantirib etdi. Qaytib berib, Misrlardan olamagan o'chimni olaymi? Biroq qo'limda qurol bo'lmasa, qurol bo'lgan taqdirdami, endi mahalla ichiga kirsam, osonla tutilib qolmamdim. Uning ustiga bu Qoplonbekning nima qilgani? O'zining dushmanini qutuldirib qo'ydi-ku. Ajab qiziq ish. U meni dushman deb qaramamdiganda, otasi qandoq bo'lsa, bolasimi shundoq bo'ladi. Ola inakning bolasi chala quyruq degan maqol tamsil bekor gap o'xshamamdi. Qoplonbek otasini topmagan o'xshamamdi. To'xtamish bir qarorga kelolmay ovora edi. Ammo bu yerda gongirab turaverishga bo'lmaydi. Boyiqi qechib ketgan cherik ayol bo'lmay odam boshlab kelishi turgan gap. To'xtamish Misrlardan qisos elishga chiqishdan avval albatta qo'chodan ketishni ko'ngliga pukib bo'lgan. U chanbaliqdagi tuqqanlarning yeniga ketib panohlanishni o'ylagan edi. Endi turibla bu qaroridan yondi. Ular albatta meni izlab qo'chodagi va boshqa joylardagi tuqqanlarimizning uyini oqtirdi, deb o'yladi u. Kashkirguncha yaqin atrofdagi biror yeziq berib yoshirinib turay. Qorong'i tushganda Bodruq baxshining uyiga berib, uning maslahatini olay. To'xtamish oxiri shu qarorda ko'nglini to'xtatib otni devitdi. U mingan qula ot rosa nasllik arg'umoq edi. Qitallar o'z cheriklariga seliqqa yig'ilgan eng yaxshi otlarni tanlab beradi. Endi o'z uyimga qayta olmayman. Bundan keyin
hayotimni qisos ilishga atab qo'ydim. Otam uchun, el yurt uchun misrislardan, darug'ashdan, qitlolardan qisos olaman. Endi menga tinch hayot harom bo'ldi. Qo'la arg'amoq taksi yo'rg'ilab ketayotdi. Yiroqda bir to'p qiton cheriklari ko'rindi. Ular tez ilgirlab mushu yoqqa kelyotdi. Ularni ko'rib, To'xtamish o'tiklarining o'kchilari bilan qo'la arg'amoqning beqillariga qattiq niqdi. Arg'amoq tuyoqlari ostidan qum to'plarni purqiritib chepib ketdi. Kelayotgan cheriklarmi To'xtamishni ko'rdi va otlarini qamchilab mush tarafga burildi. Qurolsiz qochqinning jonni qutqizish istigi bilan qurolliq cheriklarning jon elish havisi o'ttirsidagi jiddiy qo'g'lashmoq boshlanib ketdi. To'xtamish mingan ot xeyli yaramliq bo'lib chiqdi. U qo'g'lig'uvchilarga tutuq bermaydigandek qiladi. Lekin cheriklarmi to'xtamay, ozmay iz besib kelyotdi. Oldi tarafda bir yezi bor edi. Qo'yuq o'sgan daraxtlar orasida egiz-pas uylar va eriq o'stanlardagi eqin suvlar pil-pil chaqnab ko'zga tashlanib turadi. To'xtamish shu yeziga kirib yo'shirnishdan umid kutdi. Mana, yeziga oz qoldi. Shu asnoda yaqin yerdagi bir dog'ning kaynidan xuddi osmondan tushgandek bir qiton paydo bo'ldi-da, To'xtamishga yon tarafdan etildi. Va qo'lidagi inchki uchar nayzini kuchinib otdi. Nayza vijildab uchib keldi-da, To'xtamishning o'ng yo'tisini shilib o'tib ketdi. Bundoq tuyuqsiz sarbidan urkib ketgan qo'la arg'amoq bor kuchi bilan chopqancha yezining chetidagi daraxtzorlikqa kirib ketdi. Yiliqi qiton yeziga o'zi yolg'iz kirishga jur'at qila olmay, etining tizginini tortdi va orqada kelayotgan sabdoshlarni kutib to'xtab qoldi. Uninggacha To'xtamish xeyli uzab ketdi. Bu yerda odam ko'p emas edi. Engizliqda qo'y beqib yurgan podichi daraxtlar orasidan g'ilpal ko'zga ilindi. Yiroqdagi o'stan bo'yida somon bosgan kola harvisi kelangsiz choy qilib ketayotdi. Nadidur bir yerda itning qovishi. Nadidur bir yerda kimdir birining so'zib naqshi aytqini anglanib turadi. Daraxtzorlikdan chiqib, bir to'piliq tar ko'chaga kelganda, uning eti tezlikini ostilatib yo'rg'iga tushdi. To'xtamishning yaralangan yo'tisi lo'qildab og'rib ketayotdi. Yorisidan oqqan qon o'tki ichiga sirg'ib tushib, chiliq-chiliq bo'lib ketgan edi. To'xtamishning beshi qiyib, mag'dursizlanishga boshladi. Oxir u egardan seyrilib tushib ketdi. Bir harva orom potqidek bu tor ko'chada bir mu odam ko'rinmaydi. To'xtamish bir qo'li bilan so'qmi tomg'i tayinib turib, yana bir qo'li bilan to'xtab qolgan etining sag'irsig'i bir shapaloq urdi. Tez chop jonivor. Qo'la arg'amoq do'pirlab chopqancha ko'chining neriqi beshidan o'tib g'oyib bo'ldi. To'xtamish tomni tutgan holda yon ko'chaga burilib ozroq mangdi. Orqa tarafdan ot tuyoqlarining do'pirlashlari anglandi. Cheriklar yetib keldi, dedi u o'z ichida va texmi kuchab qaytishga urindi. Lekin uning mag'duri xo'rab ketgan edi. Yugurolmadi. Tomni tutib, tirishib 5-6 qadam mangdi. Bir eriqqa duch keldi. Bu eriq so'ngich orqali ho'ylig'i eqib kiradi. O'ylashga, ishkilanishga vaqt yo'q edi. To'xtamish eriqi o'milab tushdi-da, suvning eqishini bo'ylab so'ngishdan o'tdi. U o'rik, jo'jam, chilon daraxtlari o'sib ketgan bir bog' ichiga kirib qolgan edi. Udulida egiz qo'pirib selingan yosidoq imorat ko'rinib turadi. Bu bir holliq jamoatning qo'rug'i bo'lsa kerak, deb o'ylab qoldi To'xtamish. Cheriklar yezi ko'chasiga kirib bo'lgan edi. Tashqaridan ularning og'il-tog'il varqirashlari, otlarning pushqurishlari va do'pir-do'pirlari aniq anglanib turadi. Bog'ning darvozasi qiqildi. Darvozani ichinglar, tez bo'linglar. To'xtamish tom tuvidagi cho'plikda qimir qilmay yetib oldi. Oq tomlarga rangdor naqshlar sizilgan imoratning qizil sirlangan eshigi ochilib, ikki qiz chiqdi. Oldida yugurib chiqini dedek bo'lsa kerak. Kiyinishi oddiyroq bo'lib, ushoq o'rilgan sochlari ustidan gullik yog'liq chegib olgan.
yalan putlariga kun kashi sepib olgan edi. Uning keynidan chiqqani haqiqiy boy qizi edi. U uzun oq ipak ko'ngliki ustidan olrang kolti peshmat kiyib olgan. Peshmetining yoqa va jiyaklariga ejir-mejir kashti besilgan. Sarg'uch qo'ng'ir chochlari to'pisiga ko'ptirib turilgan va oltin ziqchilar qadalgan. Op-oq suzuk bo'yniga o'nchi marvoyitlar esilgan edi. Uning qizil kun o'tiklarining tor va qisqa qo'njilariga nozik naqshlik zar tutilgan edi. Oldida chiqqan dedi qiz. "Kim u? Kim?" deb to'g'lig'inicha darvoza tarafga oldirib mongdi. Uning keynidan chiqqan xonqiz bo'lsa, "Darvozani nimaga qattiq urishirg'andu?" deb qo'roning o'ttirisida to'xtadi. To'xtamish o'milab berib, sal chetga quyuq o'sib ketgan tikanlik jiygan chotqonlarining orqaga o'tib yetib oldi. Darvozaning yenidagi ayrim silingan kichik uyning eshigi g'ichirlab ochildi-da, oq soqolliq darvozavan bo'y erinchaklik bilan kashini so'rab chiqib keldi. "Kim?" deb varqirdi u darvozaning oldiga kelib. Darvoza sirtidagilarning qo'pol varqirishi anlandi. "Azmangni azmay darvozani och. Biz Darug'ach mahkamasining cheriklari." Darvozavan bo'y Darug'ach cherik degan so'zlarni anglab qo'rqib ketdi bo'lg'ay darvozani oldirab ochdi. 2 nafar otliq cherik qo'rug'i kirdi. Boshqalari yana sirti qoldi. "Bu yerga notmush odam keldimi?" deb so'radi qopqi yomon cherik u yoq bu yoqqa ko'z yugurtib. Yo'qsa, bu yer xo'jayinimizning yolg'iz qiziga soldirib bergan qo'riqi. Biz bu yerga yot kishilarni kirgizmaymiz. Bir jinoyatchi qochib ketdi, shuni izlab yuryapmiz. U yaralangan. Agar shundoq yo'jin odamni ko'rgan bo'lsanglar, bizga ma'lum qilinglar. U bek yomon jinoyatchi. Yo'qsa, unda odamni ko'midoq. U nima qilgan jinoyatchi? U qit'alar bilan dushmanlashadigan maxfiy guruhning a'zosi. Uni tutib berganlarga Darug'ach katta mukofot beradi. Darvozavan bo'y ma'qul deginicha ko'ni qora bo'k kiygan toqir beshini gildinglatib ta'zim qilib ketdi. "Jinoyatchining derigini olsanglar, bizga ma'lum qilinglar. Oltin kumush beramiz", dedi cherik va chiqib ketdi. Tom kaynidan otlarning do'pirlab yiroqlashganligi anglandi. Darvozavan bo'y tashqariga chiqib, cheriklarning kaynidan birdam qarab turgandan keyin qaytib kirib, darvozani taqadi. "Bu haqqa ha ma'qul deb qo'ymasang bo'lmaydi. Ma'qulga javob yo'q. Har holda bog'ning so'ngichini taqib o'taychi." To'xtamish sharp chiqarmaslikqa tirishib, chotqonlarning teximi ichkarigarak surildi. Lekin yaqin kelib qolgan bo'y uni ko'rib qoldi. "Kasopat, kimsan?" Uy tarafga qaytib mongan xonqiz bilan dedik bo'yning xitobini anglab to'xtadi va xotirjamsizlangan holda kayniga yenib yaqinroq keldi. To'xtamish qizlarning oldida salpiyib yetishdan o'yilib tasda o'rnidan qopdi. Xonqiz uning loy suvda bulg'angan usti beshi, tatargan chiroyi va yon peshidagi qon dog'larini ko'rib qo'rqib ketdi. "Oh, Tangrim!" dedi u. Uning cho'ng-cho'ng qo'y ko'zlari teximi yo'g'inab ketdi. To'xtamish mag'dursizlikdan nursizlangan ko'zlari bilan ularga qarab o'ng chiqmay turadi. "Boyqi cheriklar aytgan jinoyatchi shu o'xshamamdi. Endi qanday qilamiz xonqiz? Uni qo'rodan chiqarib o'taymi yoki?" Yo'q, bu hol bilan u nayg baralaydi. Ko'chaga chiqsalar cheriklar tutib oladi shu. "Amsa, ayman qara. Cheriklasini qit'alarga qarshi maxfiy guruhning a'zosi deydi-ku. Bu rostmi?" "Qit'alarga qarshi turganligim rost, lekin maxfiy guruhning a'zosi emas", dedi To'xtamish rostchilik bilan. "Qit'alarga nima qilgan eding?" Bo'ldi. Uni uyga boshlayli. Qon ko'p chiqib ketgan o'xshaydi. Aran turayotmamdu mana. Bu ay sal ishkalangandek bo'lib, "Boshqa bir yomon ishlari bo'lmasa bo'ldi-ku uning", deb g'o'donshib qo'yib, xonqizning xohishi bo'yicha To'xtamishni yo'lashtirib mo'ndi. "Chetdagi uyga", dedi xonqiz oldida yo'l boshlab mo'ng'ish. Shunda qilib To'xtamish ang chetdagi ayrim bir eg'izliq uyga kirdi va gilam silingan supiga o'ltirishga petinolmay paygohda turib qoldi.
Xon qiz bu uyga kirmadi. Onunğa atamning kiyimlaridan açıqib bering, yarısını tengib qo'ying, dedi u bo'yiga qarab va dedi qizni agashtirib o'z uyiga kirib ketdi. Bo'y bir qo'lida chilapcha, bir qo'lida suv to'ldirilgan obduvini ko'tarib kirib, To'xtamishning yuyinishiga yordamlashdi. Pokiz kiyimlarni kiydirib, yarisiga ko'ydirilgan paxta besib tengib qo'ydi. Ondan süt, non, üzüm akeldi. To'xtamish bundaq kutinishdan keyin xeyli mag'duriga kelib qoldi. Bu kimning qo'rosi? U xon qiz kim bo'ladi? deb so'radi To'xtamish darvozadan bo'ydan. Bu bizning xo'jayinimizning turalg'usi. U xon qiz, xo'jayinimizning qizi. Bo'y mujmali javob berib chiqib ketdi. Shu ishlar bo'lib o'tkicha qorong'u tushib qoldi. Endi bu yerdan ketib olay, deb o'yladi To'xtamish va texicha lo'qildab og'rib turgan o'ng putini asta so'rab qo'rg'u chiqdi. Oy qorong'usi edi. Osmonni qoplagan so'z bulutlar orasidan onda-sanda yulduzlar jimirlab ko'rinib qoladi. To'xtamish darvozaga yetmay turib, ixtiyorsiz turda mangdab to'xtab qoldi. Yibek raxtning nozik shildirlagan shapisi bilan tang uning oldida go'yoki afsonaviy parizatning sumbatliq zilva gavdasi qorong'ulik ichida namoyon bo'lib yiqinlashdi. Faqat qizlar dili bo'ladigan yendikkina xushpuroq uning dimoqlariga yetib keldi. Heliqi xon qiz uyidan chiqib kelgan edi. To'xtamishning yuragining so'qishi tezlashib, beshi belinar-belinmas qayg'andek bo'ldi. Texi mag'durimga kelinmabdiman, deb o'yladi u va to'xtadi. Nega borasiz? Qizning ovozi To'xtamishga shuncha yiqimliq, shuncha lazzatli tuyulib ketdiki, shu topda u go'yo o'z ixtiyorini shu ovoz egasiga o'tkazib bergandek yovoshlab gap qila olmay qoldi. "Yuring, siz bilan so'zlashkim bor", dedi yana qiz. To'xtamish cho'nqur bir tinib elib, yuragining asabiy so'qishini besib olishga tirishdi. Va xon qizga agishib, heliqi o'zi yotgan uyga qaytib kirdi. Ishkilan ma'lum oraliq qoldirib supiga o'ltirishdi. Deriza tagchisiga qo'yilgan mis chiroq poydagi chirislab ko'yayotgan o't yolqini uy ichini g'uvo yo'rtib turadi. To'xtamish butun g'ayratini yig'ib qizning yuziga qaradi. "Siz kim bo'lasiz? Ismingizni so'rab baqsam bo'lamdi?" "Ismim Turkan Ay. Otam bultur tugab ketgan. Onam uningdan burun qazo qilgan. Bu qo'riqqa hozir men igidorchilik qilyapman. Orqa hovlida xizmatkorlar bor. Qo'chodagi bir navra akam har kuni degidek bu yerga kelib ishlarni o'g'irlashtirib, bizni yo'qlab turadi. Endi siz gap qiling. Siz kim bo'lasiz? Aytingiz nima?" "Etim To'xtamish." "Qitallarning tishig'i tegib qo'ygan miydingiz?" "Shundoq desimi bo'ladi. To'g'risi, qitallarning bir g'altisini joylab o'tmoqchi bo'lgan edim." Turkan Oy mo'linib o'ltirgan To'xtamishga zan selib bir qarab oldi. "Endi qanday qilay deysiz?" To'xtamish beshini to'van selib, muloyimlashgan ovozda oldirmay so'zladi. "Maqsadimni amalga oshira olmay oshkorlanib qoldim. Endi bu shaharda tura olmayman. Otam tugab ketdi. Bu yurtda mening tortishqudak hech narsam qolmadi. Boshqa bir yoqqa ketishim kerak." "Ras, ig'ir ahvolda qopsiz. Biroq mushu holingizda nega ketalaysiz? Putingiz yaralangan tursa." To'xtamish gap qilmasdan ulug' kichik tindi. "Yarangiz saqaygucha mushu uyda turing amsa." "Yo'q, bo'lmaydi. Qitillar hamon mushu atrofdagi joylarni oqtirishni boshlaydi." "Ras, amsa qanday qilsak bo'ladi? Sizga yordamlashkim bor." To'xtamish bir hozirgacha xiyol surib o'ltirib ketdi. Ondan u Turkan Oyxon qizga tikilib qarashga jur'at qildi. "Amsa, sizga eg'irimni soladigan bo'ldim. Menga bir yordam qiling." "Ha, qani ayting, nima qilay?" "Otamning Bodruq Baxshi degan bir qadinas do'sti bor. Bir amal qilib, shu kishini mushiyaga chaqirib kelsangiz bo'ladi." "Albatta bo'ladi. Qachon chaqiramiz?" "Hozirla. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi." "Ma'qul. Xizmatkorlardan birini hozirli yo'lga solay. Siz uningga bir parcha betik yezib bering.
u zatning turar joyini obdan tushuntirib aytib bering. Shuning bilan hayot mamot oraliqidagi jiddiy paytda To'xtamishga panoh bo'lgan sahra qo'riqidan oysiz qorong'u kechida yosh bir chavandoz itini yo'rg'ilitib chiqib ketdi. Turkanoy xonqizmi o'z hujrasiga chiqib ketdi. To'xtamish ajoyib bir murakkab ruhiy davolg'ish ichida yolg'iz o'ltirib qoldi. U bir kunning ichida bo'lib ketgan shuncha ko'p mazmunliq voqeani bir boshdan o'ylashga boshladi. Tova. Bir mal'un sotqun otamning o'lishiga sababchi bo'ldi. Unidan intiqom olaman deb berib, kutilmaganda uning o'g'liga uchrab qoldim. Shu mal'un sotqunning shu o'g'li meni cheriklarning qo'ldan qutuldirib qo'ydi. Endi bu yot qo'riqdagi notunish bir qiz xayrixohlik qilyotidi. Bu dunyoning ishlari haqiqatan bek murakkabkan. To'xtamish chegish xiyollar iskanchisida eg'irlashgan beshini tovar tagiga qo'yib, supug'i selingan kelamga yotdi. Borgan seri xiralishib va uyqu bilan chirimishib ketayotgan xiyollar uning ko'zlarini to'rlashtirdi. Qo'rodagi otlarning duperlashlari va odamlarning ovozlaridan u uyg'onib ketdi va ishtik o'rnidan turib eshik tarafga chomdidi. Eshik echilib, Turkanoy xonqiz bilan Bodruq baxshi kirib keldi. "Sizlar so'zlashinglar", dedi Turkanoy va qaytib chiqib ketdi. "Neni ishlarni qilib qo'yding, bolam? Jinaklik qilib qo'yibsan. Bu haqi tankalgili bo'lamdi, bolam. Rahmatlik otangmi bu haqdan bak ehtiyot qiladi. Cho'ng ishtirib qo'ygan o'xshamamsan. Nima ish bo'ldi?" dedi Bodruq baxshi To'xtamishni quchoqlab. Bodruq baxshining chiroyidan va gap so'zlaridan bak qo'rqib ketganligi chiqib turadi. Marhum Bulduz Qayamu ham uning bu qadinas birodarimi yoshlarga ehtiyotchan bo'lishni, qitollarning tishiga tegib qo'ymaslikni to'la jekalaydi. Mana bu qitimmu bu oqsoqol ishning tegi taktini texi aniq uqmay turibla o'kinib so'zlab ketdi. Baya darvoza oldida Turkanoy xonqiz Bodruq baxshiga To'xtamishni cheriklarning izlab yurganligini va To'xtamishning o'ng'ig'onlarini qisqacha so'zlab bergan edi. To'xtamish bu oyni teximi qo'rqitib etmaslik uchun voqeaning tafsilotini so'zlamadi. Bodruq baxshi supug'i o'ltirib beshini choyqadi. "Hay, chatoq bo'pti. Endi bu darug'ash degan marazdan qutulmoq tez. Shunga bu yerdan ketay deyman. Sizni otamning o'rnida ko'rib chaqirdim. Aql ko'rsatgaysiz. Endi bu yerda turaverishga bo'lmaydi albatta. Vaqtincha o'zingni chatga ilib turg'aysan. Munda qilayli. Sen endi Oltay tarafga o'tib ketgin. U yerda mening bir koni saboqdishim bor. Uning bilan biz yosh vaqtimizda Bashbaliqdagi vihorada birga o'qigan. U hozir Oltaydagi Naymonlarning o'rdisida xizmat qiladi. Naymanxonning betikchisi, ismi Tatatunga. Shu zotga men bir betik yezib beray. U seni muvofiq o'rinlashtirib qo'yadi. Oltayda bir mezgil turib tursang, bu ishlar bir oz unutilgandan keyin qaytib kelasan. To'xtamish ma'qul deganini bildirib, beshini irg'itib qo'ydi. Yordar bo'psan, yo'lga chiqa olarsanmi? Yaram eg'ir emas. So'ngak saq yotamning iti ozroq shilinib ketdi shu. Kerak yo'q, otga minib olsam ketaveraman. 6-bob. Oltay. Subhi dam mezgilida To'xtamish qora arg'amoqqa minib, halqiliq paytda o'ziga panoh bo'lgan qo'riqdan chiqdi. Quyosh ufuqdan ko'tarilganda, u allaqachon Qumsangu cho'lda etini yo'rg'ilitib ketib boradi. Kutilmagan murakkab ta'sirotlar uning ruhiyatini chulg'ab turadi. Turkanoy xonqizning yaqinlik chiroyi uning ko'z oldidan ketmaydi. To'xtamish siliq yo'rg'ilab ketayotgan qora arg'umoqning takshi qirqilgan yo'lini barmoqlari bilan tarashtirib, bo'ynini oliqini bilan silab qo'ydi. Bu qora arg'umoqni ana shu xayrixohlik qilg'uchi Turkanoy uningga taqdim qilgan edi. "Xayr xo'sh, omon bo'ling. Tangri egam sizga madad bersin", degan edi u xo'shlashib. "Men yana qo'choq qaytib kelgandan keyin cho'qim u qizni yo'qlab boraman. Uningga alohida minnatdorligimni bildiraman. Uning bilan
yanımı yaqinroq tunishiman. U ne kadar oq ko'ngil, ne kadar suyumlik. Xuddi arishdan tushgan farishtadek. deb o'ylaydi u. Shu xil shirin xiyollarga berilganda u sal mo'linib qoladi. Lekin hamon ko'nglida urg'ib turgan g'azab nafrat tuyg'usi uni yana tetiklashtiradi. Qaytib kelaman. Menga o'xshash sargardon bo'lib yurgan yurtdoshlarimni to'plab, qurol tutib qaytib kelaman. Darug'ashning Misristonni ko'rgiligini ko'rsatib qo'yaman. deydi u o'ziga qasam berib. Xiyoli shu yerga yetganda To'xtamish ta'ajjub ichida tengirqab qoladi. Acaba Misristonni o'g'li otasiga o'xshamam deganda, bir g'olchining o'g'li g'olchi emas bo'lib chiqdi-ya. Odamlarga oldirab baho berishga bo'lmaydi ekanda. Turkan oy so'g'i qilgan qora ot esil nasllik arg'umoq edi. Bu Turkan oy katta esilzodining qizi o'xshaydi. Bundaq duldul sifat arg'umoq xeyli odamlarda yo'q. deb o'ylaydi To'xtamish. Yana shu xon qizni esiga ilib va mingan etidan havaslanadi. Darvaqa bu ot kun bo'yi to'xtamay yursimu siliq va tez yurg'isi qilchi suzlashib qolmadi. To'xtamish cho'ng karvon yo'llaridan iloji bor o'zini chetga elib, chotqonliqlar yoki uchirgan buloq bo'ylarida orom elib, shimol tarafga ilgirlab ketaverdi. Havoning barg'an seri salqinlishi Oltoy tog'larining yiqilib qolganligidan derak berib turadi. Qumluq cho'llar oyoqlashib, buliq o't cho'plar va suzuk iqin suvlar ko'paydi. Top-top bo'lib o'tlab yurgan qo'y va kola podlari uchrashqa boshladi. Putlariga cho'riq tortib, teri ishton va kigiz qalpoq kiyishgan chorvachilar do'stona ravishda kelib To'xtamish bilan salomlashadi. Qut bo'lsin, yo'ling qayoqqa? Oltayga, Nayman ordisiga bormoqchiman. Chorvachilar oldi tarafdagi tog'larni qamchisi bilan ko'rsatdi. Mushu yo'l bilan udulmangsang yetib borasan. To'xtamish ularning aytqini bo'yicha udul yurdi. O'tloqdan o'tloqqa, tog'dan tog'ga o'tib, Naymonlarning orasiga kirib ketdi. Kech kuzdagi sovuq, namxush tog' havosi, quyuq o'sgan chatqonlar, egiz o'sgan orcha qarag'aylar, qiyin zarliqlar, yumshoq qora tuproq, har xil hayvonot terilardan qilin jo'vlarni kiyishgan odamlar. Hatto ishki ma'zi qip-qizil bolalarmu semiz otlarga minib yurishidi. Eshaklik, horviliq odamlarni uchratqilib bo'lmaydi. Piyoda yuradiganlarmu ko'p emas. To'xtamish o'zini go'yoki boshqa bir dunyoga kelib qolgandek sezadi. U tog' manzarasiga, o'rmon yaqinlaridagi kigiz uylarga, chedirlarga qiziqsinib qaraydi. O'rdaga nima ish bilan borsan? deb so'rashdi Naymon cheriklar uning yo'lini to'sib. O'rdada xizmat qiladigan Tata To'nga ismli betikchini izlab keldim. Uni tunimsizlar, dedi To'xtamish. Naymonlar tasdiqlagan tarzda boshlarini langishdi. Albatta tunaymiz. Bashbaliqdan kelgan bu mashhur zot bizning xonliqimizning yaqin odami. U betikchi ham tamg'ichi. Xonliqimizning tamg'isini shu kishi boshqaradi. Shuning bilan cheriklar qo'chuvdan panoh izlab chiqib qolgan bu tanho yigitni Uyg'ur, Naymon va Mo'ng'ul tarixidagi mashhur shaxs Tata To'nganing huzuriga boshlab bordi. Qarag'ayliq o'rmon yoqasidagi sho'x shildirlab eqib tushayotgan suzuk tog' suyining bo'yiga alohida cho'ng ham ko'rkam kigiz uy tikilgan edi. Uydan yiroq bo'lmagan yerda ikki puti tushalgan nasllik oq bo'z ot. Uning nerisidagi do'nglikda bir necha kola va mo'zaylar o'tlab yuradi. To'rpoqdek yo'g'inib ketgan ikki it bir-birini qo'g'lishib, xirildishib o'ynab yuradi. Haqiqiy tog' manzarasi. Oltayning kichik bir ko'rinishi, dedi To'xtamish o'z ichida. Cheriklardan biri kigiz uyning chiroyli kashtilangan eshik yopiqini qayirib ichiga kirib ketdi va ayol bo'lmay qaytib chiqdi. "Bu yoqqa kel, yigit", dedi u To'xtamishga qo'l ishora qilib. To'xtamish kigiz uyga kirdi. To'rga qo'yilgan kot ustida 40-50 yoshlar oraliqidagi o'ttir bo'yliq bir odam choza qurib o'ltiradi.
qaraganda u to'xtamish kirishdan ilgari orom elib yotgan bo'lsa kerak. Katqa gilam va tovar ko'rpalar selingan. To'lumdek cho'ngliqdagi maxmal tagiga qo'yilgan edi. Qut bo'lsin, deb salom berdi to'xtamish va o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib egildi. Qut bo'lsin botir yigit, o'ltirgin. To'xtamish katqa yaqinroq kelib, yerga selingan gilam ustidagi eyiq terisiga o'ltirdi. Hurmatli tata to'nga baxshini panoh tatib edi qut zamindan keldim. Ismim Qo'chuluq To'xtamish bo'lur. Kimning o'g'lisan? Nima sababdan bu yoqqa yolg'iz kelib qolding? To'xtamish o'ri qo'pib, kamarga esilgan ko'n qopchiqidan Bodruq baxshi yezib bergan eliqi betikni oldi va tata to'ngaga qo'sh qo'llab sunib berdi. Tata to'nga betikni o'qib bo'lgandan keyin xiyolchan ko'zlarini To'xtamishga qaratib ahvol so'radi. Ular ishkaylan Bodruq baxshi, Qo'chu va Beshboliq taraflardagi ishlar to'g'riliq uzoq mungdashdi. Men yoshlik davrimda Beshboliqdagi cho'ng Vixorada Bodruq baxshi bilan birga ilm tahsil qilgan. Nayman eliga kelganimga 10 yildan oshdi. Shuningdan buyon yurtimni ko'midim. Men musanga o'xshash qit'alardan qochib bu yerga kelgan. Edi qut tavasidan chiqqan bir odamni uchirtib qolsam, eng yaqin tuqqunimni ko'rgandek bo'lib qolaman. Beshingga kun tushibdi o'g'lim. Endi mo'shiyada turib qolgin. Men Toyonxon bilan ko'rishib, seni muvofiq ishga o'rlashtirib qo'yay. Toyonxon degan kim? Nayman xonliqining xaqoni. Shuning bilan Tata to'nga To'xtamishga ayrim kegiz uy tiktirib berdi.